3+ va 2+ kationlarining organizmdagi ahamiyati. Tibbiyotda qo'llanilishi, dori vositalari tarkibida sifat va miqdorini aniqlash. Temirning umumiy ahamiyati. Temir bu mikroelement hisoblanadi. U organizmda gemoproteinlar, fermentlar va transport oqsillari tarkibida uchraydi. Odam tanasida o'rtacha 3-5 gram temir mavjud. Temir 2+ kationining roli. Temir 2+ kationi qaytarilgan shakl bo'lib, u aktiv biologik shakl hisoblanadi. U quyidagi jarayonlarda ishtirok etadi. Gemoglobin tarkibida temir 2+ kationi kislorod bilan bog'lanib, oksigemoglobin hosil qiladi va to'qimalarga kislorodni yetkazishni ta'minlaydi. Mioglobinda mushak hujayralarida kislorod zaxirasini saqlaydi. Sitoxromlarda elektron tashish zanjirida temir 2+ dan 3+ kationiga o'tish orqali energiya hosil bo'lishida ishtirok etadi. Fermentlar tarkibida, masalan, katalaza, peroksidaza, sitoxrom oksidaza fermentlarining faol markazida temir 2+ kationi mavjud. Temir 3+ kationining roli. 3+ kationi oksidlangan shakl hisoblanadi. U asosan zaxira va tashuvchi shaklda uchraydi. Transferin tarkibida qonda temir 3+ kationi oksil bilan bog'langan holda aylanadi va temirni hujayralarga yetkazadi. Ferritin va gemoferritin tarkibida temir 3+ kationi shaklida zaxira sifatida saqlanadi. Ayniqsa, jigar, taloq va suyak iligida. Metall fermentlarida oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida temir 3+ kationi elektronlarni qabul qiladi. Temir 2+ kationidan 3+ kationiga aylanishining biologik ahamiyati. Temir organizmda doimo 2+ va 3+ shakllari o'rtasida oksidlanish qaytarilish jarayonlarida almashinib turadi. Bu energiya ishlab chiqarish, antitoksidant himoya tizimi uchun juda zarurdir. Temirning yetishmovchiligi va ortiqligi. Temir yetishmovchiligi gemoglobin sintezi buziladi, anemiya ya'ni kamqonlik rivojlanadi. Belgilari: charchoq, bosh aylanishi, teri oqarishi. Temirning ortiqligi gemoxromatoz kasalligiga olib keladi. Jigar, yurak va endokrin tizimiga zarar yetkazadi. Tibbiyotda qo'llanilishi. Kamqonlik ya'ni anemiyani davolashda. Temirning eng muhim tibbiy qo'llanilishi temir tanqisligi ya'ni anemiyani davolashdir. Bu holatda organizmda temir 2+ kationining yetishmasligi sababli gemoglobin sintezi kamayadi. Diagnostikada temir 2+ va 3+ ionlar laboratoriyada qon tahlili gemoglobinning miqdorini aniqlashda ishtirok etadi. Shuningdek, temirning miqdori biokimyoviy analiz orqali aniqlanadi. Farmatsevtikada temir ionlari vitamin minerallar komplekslari tarkibiga kiradi. Temir 2+ va 3+ ionlari oksidlovchi yoki qaytaruvchi vosita sifatida ba'zi dorilar sintezida ishlatiladi. Temir 3 xlorid tibbiyotda antiseptik va qon to'xtatuvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Fizioterapiyada temir moddalari elektrofozer usulida teri orqali yuboriladi. Bu gemopoiz, ya'ni qon hosil bo'lish jarayonini faollashtirish uchun ishlatiladi. Temir 2+ kationini aniqlash. Reaksiyaning mohiyati. Temir 2+ kationlari oson oksidlanadi. Shuning uchun ular qaytaruvchi xususiyatiga ega. Asosiy reaksiya qizil qon tuzi bilan boradi. Bu reaksiya temir 2+ uchun ijobiy reaksiya hisoblanadi. Fenantrolin reaksiyasi. Temir 2+ ionlari 1,10-fenantrolin bilan qizil to'q rangli kompleks hosil qiladi. Ushbu reaksiya fotometrik tahlil uchun juda sezgir. 3+ ionini aniqlash. Temir 3+ ionlari oksidlovchi xususiyatiga ega va ular kompleks hosil qilish reaksiyalari orqali aniqlanadi. Asosiy reaksiyasi tiosinat bilan boradi. Bu temir 3+ kationi uchun xos sifat reaksiyasi hisoblanadi. Ikkinchi reaksiya ammoniy gidroksid bilan boradi. Miqdoriy tahlil. Temirning miqdori titrlash, kalorimetriya yoki atom absorpsiya spektroskopiyasi usullari bilan aniqlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Farmoblog.uz va men Muxliyev Diyorbek bo'ldi.